Dagi imtihonlarni ming bor uzr, bir xabarni o'qimasam bo'lmaydi. aha. Bugun ukam o'g'il farzandli bo'ldi. Ukamni va kelinimizni tabriklayman. Nigora singlim, seni ham tabriklayman amma bo'lganing bilan deb akam yozib qoldi. Demak, chaqaloq dunyoga kelibdi. Ofarin, tabriklaymiz. Yig'lamang, qamas joyda bo'ladi. Hayajonlanyapti qizimiz. Va tabriklayman. Men ham hozir yig'lamaman to'g'risi. Demak, oldindagi imtihonlarni yaxshi topshirsin, yaxshi oliygohlarga kirsin, qizil attestat bilan bitirsin. Qizlarimni juda yaxshi ko'raman. Iltimos o'qib eshitinglar debdi. Biz ham tabriklaymiz. Yaxshi tilaklar, niyatlar sizlarga hamroh bo'lsin. Barcha xabar yo'llayotgan insonlarimizni hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz va Shohruxdan iltimos qilgan bo'lardim. Mana shu xabarlarni ham efirda taqdim etsalar, jonli efirda ma'qul bo'lgan bo'lardi va biz ustozdan tarona tinglasak, nima deysizlar? Tabrik sifatida bugun tug'ilgan kunini nishonlayotgan barcha chaqaloqlarni deyaveraylik, chaqaloqlarni tabriklaymiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Ustoz